Bu dunyoda ikki farzand ishlamasdan ham yassa bo'lar ekan. Birinchi farzand otasidan, onasidan qarg'ish olgan farzand. U qancha ishlamasin, qancha yilmasin, qancha yugurmasin, baribir foydasi yo'q ekan. Ikkinchi farzand otasidan, onasidan duo olgan farzand bo'lar ekan. U ishlamasa ham Alloh beraverar ekan. Mana shundaylar qatorida Davronbek ham turibdilar. Allohim ularni Alloh yorlaqasin, Alloh rozi bo'lsin. Shunday kunlarda ziyodi bo'lib farzandlardan qaytsin deymiz. Otaning duosi farzand uchun tugalmas davlat. Onaning duosi boshiga davlat. His et, ular g'animat, ota-ona duosi g'arbiylar qimmat. Keling, mana shu Hazrati onalarni bilsangiz, haqiqatan ham jannati ayol desangiz, shu ayollar shanaga chiroyli qarsa javob berasizlar.